Bundan bir necha yuz yil ilgari insoniyat oldida la'natlangan dushmanlar paydo bo'ldi. Ular va insonlar o'rtasidagi kuch farqi juda ulkan edi. Natijada insonlar qirilish arafasiga kelib qoldi. Insonlar jon saqlash uchun 3 ta devor qurdi. Mariya, Roza va Tsina. Mana shu devorlar yordamida insoniyat yana bir necha yuz yil tinch yashadi. Lekin birinchi qism Sigantsining qulashi. Eren va Mikasa o'rmondan o'tin terib uyga qaytishar edi. 845-yil. Devor ortida titanlar izg'ib yurardi. Ichkaridagi odamlar va hatto askarlar ham xotirjam maishatga berilib ketishgan edi. Ularning do'sti Hanis ham garnizon jangchisi edi, ya'ni chegarachilar. Lekin ular ham maishatga berilib, o'z mas'uliyatlarini esdan chiqarib qo'yishgan edi. Jangchilar va aholi titanlar devordan o'ta olmasligiga 100% ishonchlari komil edi. Sababi devorning balandligi 50 metr edi. Erenga bu yoqmas edi. Ular kayfda yurgan paytda titanlar devorni buzib, shaharni qirib yuborishi mumkin edi. Agar kutmayotgan bo'lsang, muammo yanada xavfliroq. Shunday derdi Erenning otasi. Erenning otasi doktor Yeger shaharda pandemiya tarqaganda vaksina yaratib, shaharni pandemiyadan qutqarib qolgan. Buning uchun ular doktordan minnatdor edi. Eren ham razvedchi guruhga qo'shilishni orzu qilar edi. Bong chalindi. Bu razvedchi guruhni qaytganini bildirardi. Lekin ularning ahvoli juda achinarli ahvolda edi. Ularning juda ko'pchilik qismi halok bo'lgan bo'lsa, ko'pchiligi og'ir jarohatlanib qaytib kelgan. Bir ayol o'g'li Mozesni izlab chiqdi. U ayolning o'g'lidan faqatgina qo'li qolgan edi. Ayol ichida dard bilan mening o'g'limning o'limi insoniyatga ana shu mahluqlar bilan jangda naf tegdimi deb so'radi. Kapitan albatta ha demoqchi bo'ldi. Lekin ular ko'rgan shuncha janglar, qurbonlar hammasi behuda ketgan edi. Ular bu mahluqlar qayerdan paydo bo'layotganini, aslida nima ekanini aniqlay olishmagan edi. Ular uyga qaytib kelishdi. Ular ovqatlanib o'tirishayotganda Mikasa Erenni kelajakda razvedchik bo'lmoqchi ekanligini aytdi. Erenning onasini bundan juda qattiq jahli chiqdi. Erenning otasi bunga to'g'ri qaradi va nega tashqariga chiqmoqchi ekanligini so'radi. Eren tashqariga dunyoni ko'rish va insoniyat uchun jang qilmoqchi edi. Otasi ishga ketayotib, Erenga kalit ostida saqlagan podvalni ko'rsatishini aytdi. Onasi Erenni bu fikrdan qaytara olmadi va Mikasaga unga ko'z quloq bo'lishini tayinladi. Bu vaqt bezorilar ularning do'sti Arvinni do'pposlashayotgan edi. Eren ularni to'xtatmoqchi bo'ldi. Ular kelaver deb turgan vaqtda Mikasa ko'rinib qoldi. Ular ortiga qaramay qochib ketishdi. Arvin, Eren tashqariga chiqishni juda xohlashar edi. Odamlar uchun bu narsa yoqmas edi. Sababi ular devor ortida bir necha yuz yildan beri tinch yashab kelishmoqda edi. Lekin bu devor ularga yana shuncha vaqt turib berishga hech kim kafolat bera olmas edi. To'satdan qattiq chaqmoq chalib yer qimirlab ketdi. Ular o'sha yerga borib, ne ko'z bilan qarasinki 50 metrli devor ustidan titan qarayapti. U juda qalin bo'lgan devorni buzib tashladi. Natijada ichkariga titanlar kira boshladi. Ular odamlarni birma-bir qira ketishdi. Devor buzilgan tarafda ularning onasi qolib ketgan edi. Ularning onasi buzilgan uyumlar ostida qolib ketgan. Lekin titanlar yaqinlashib qolayotgan edi. Karla ularga ketishini aytdi. Agar ular ketmasa, hamma shu yerda qolib o'lib ketishi mumkin edi. Shu vaqt
Hanis yordamga keldi va u borib Titanni o'ldirmoqchi bo'ldi. Lekin uni ko'rib, negadir qo'rqib, Eren va Mikasani olib ortga qaytib ketdi. Ularning onasini esa Titan yeb yubordi. Shahar vayron bo'ldi. Titanlar shaharda chumoliday bosib ketdi. Ular odamlarni birin-ketin qirib ketishardi. Hanis Eren va Mikasani qutqardi. Eren Hanis nega ularning onasini qutqarmaganidan g'azablanardi. Lekin Hanisning o'zi ham Titanga qarshi chiqa olmaganidan qattiq afsusda edi. Odamlarni Mariya devori ortiga evakuatsiya qilish boshlandi. Ular daryo bo'ylab kemalar orqali chiqib ketish kerak edi. Mariya devori atrofida shunday sekansiyga o'xshagan hududlar joylashgan edi. Ularning vazifasi Titanlarni o'ziga jalb qilish edi. Bundan maqsad garnizon hududini qisqartirish va devor xavfsizligini ta'minlash ham edi. U yerdan faqatgina bitta darvoza bilan chiqilar edi. Menga bu timsohlarga beriladigan qo'zilarni eslatib yubordi. Arvin Eren va Mikasani kemada kutib turardi. Lekin ularning ko'zidan nima bo'lganligi ma'lum edi. Kemalar to'lib bo'ldi, lekin hali kemaga chiqishga ulgurmagan juda ko'p odamlar bor edi. Askarlar ham sarosimaga tushib qolganligi sababli zambaraklarni ham to'g'ri otisha olmadi. Darvozani yopishga to'g'ri keldi. Sababi Titanlar ancha yaqin kelib qolishgan edi. Agar Titanlar darvozadan o'tib ketsa, Mariya aholisi ham katta xavf ostida qolar edi. Hanis ularni to'xtatishga harakat qildi, lekin ular rozi bo'lmadi. Shu vaqt qandaydir qadam tovushlari eshitildi. Ularning ro'parasidan oddiy Titanga umuman o'xshamaydigan Titan paydo bo'ldi. Uning tezligi oddiy Titanlardan 4-5 baravar tez edi. Unga hatto o'qlar ham ta'sir qilmasdi. Yetmaganiga to'g'ri darvoza tomon yugurib kelardi. U juda katta tezlik bilan kelib Mariya devorini buzib o'tib ketdi. Titanlar endi Mariya devoridan ham o'tib ketishdi. Bu katta xavf edi. Odamlar uylaridan ayrildi. Eren onasi vafotidan juda afsusda edi. Va o'ziga hamma Titanlarni bitta qo'ymay qirishga va'da berdi. Shu kecha Titanlar 10 mingdan ko'p aholini qirib tashladi. Erenning otasi esa oilasi omon bo'lsin degan umidda qaytar edi. Eren tush ko'rardi. Tushida otasi Erenga qandaydir ukol qilmoqchi edi. Eren bunga qarshilik ko'rsatardi. Otasi esa unga yordam bermoqchi ekanini ta'kidlardi va otasi Erenga u albatta uy ostida saqlagan sirli yerto'raga tushishi kerakligini ta'kidladi. Lekin bu tush emas edi. Ular endi Roza devori ortida edi. Aholi ko'pligi sababli yegulik yetishmovchiligi boshlandi. Askarlar bundan g'azablanib, Titanlar bularni hammasini yeb yuborsa bo'lar ekan deyishardi. Erenni bundan g'azabi keldi. U ahmoqlar hali Titanlarni ko'rishmagan ham edi. Ular faqatgina devor ortida kerilishdan boshqasiga yaramasdi. Arvin ularni to'xtatib qoldi.
Eren hatto ularning bergan yeguliklarni sadaqa sifatida qabul qilib, ularni yemasligini aytdi. Eren titanlar bilan jang qilmoqchi edi. Arvin: "Biz hozir ular bilan jang qila olmaymiz. Faqat yashash uchun harakat qilishimiz kerak va biz qochishimiz kerak faqat ortga" degan gapni aytdi. "Agar shunday bo'lsa, uy hayvonlaridek hammamiz o'lib ketamiz" derdi Eren. Mikasa esa Erenni bir zarba bilan "Hozir bizning maqsadimiz tirik qolish va seni ochlikdan o'lishingga yo'l qo'ymayman" dedi. Qirollik qochoqlarni majburan mehnatga yubordi, lekin bu ochlikni bartaraf eta olmadi. Shu yilning o'zida qirollik Mariyani qaytarish operatsiyasini tashkil qildi va 25 mingdan ortiq qochoqlarni Roza devori ortiga jo'natib yuborishdi. Ushbu jangdan 100 dan ortiqroq odam qaytib keldi. Bu ish ularni uzoq muddatga ochlikdan saqlab qoldi. Lekin halok bo'lganlarning ichida Arvinning bobosi ham bor edi. U qattiq siqilardi. Eren keyingi yilga maktabga borib, titanlar bilan jang qilishni o'rganishini aytdi. Arvin ham u bilan birga boradigan bo'ldi. Mikasa ham Eren bilan birga ana shu yerga borardi. Sababi u Erenni yolg'iz qo'ya olmasdi. U Erenni himoya qilish kerak edi, chunki uning onasiga shunday va'da bergan edi. Juda ko'p yoshlar o'qishga kelishgan edi. Ularning maqsadi faqat bitta: titanlarga qarshi jang qilish. Erenning maqsadi ham amalga oshish arafasida edi, lekin bu oson bo'lmaydi.